Necha chiqaring? Ustovo necha chiqaring bu? 3-qoringa. Ha. 3-qoringa bolachasi bu qamoyjakmi? Buni deb bo'yja. Moda, buni o'zincha. Endi akalar bizlarni Buxoro sheva onasi. 3 qo'z o'lcham mumkin. Bular 10 bacha qancha bo'lyapti? Yo, adden-addenmi? 28 yo'q. 10 bacha. Bu qasni o'zim bir dunyo yo'qmi? Qancha savdo qildi aka bozorda? Qo'nojincha necha turistga? 10 litr sut beradi. 10 litr sut beradi. Bachasidan boshqa. Barakasini bersin. Ana. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Mana Qora Pantera o'z kanalini kuzatib boruvchi aka-ukalar, sizlar bilan Abdumalik hurmatli aka-ukalar, bugungi 2025-yil haftaning yakshanba kuni 4-may sanasi. Bugun Jondor mol bozoridan xudo xolasa ona bolasi nafarni ko'rsatib ketamiz. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab bittadan like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Akalar, like bizga pul olib kelmaydi, ko'pchilik ko'rishiga sababchi bo'lasiz degan umiddamiz. Akalar, taroz so'raganlar uchun mana tarozi, ko'pchilik taroz so'raydi, mana aka sotadimi, kim taxlaydi, o'lchash kerak deganlar uchun akalar mana Jondor tumanida akamiz o'zlari jondorlik. Agarda yangi kerak bo'lsa, o'zlari tayyorlab ham beradilar. O'lchapish kerak bo'lsa, uyga olib borib o'lchab beradi. 2 tonnagacha o'lchaydi. Raqamlarni qo'yib ketamiz. Raqamlarni ayting aka. 97 lik. 860 1170 akalar bexijolat aloqaga chiqaverasiz. Qarako'llik akamiz bitta so'ragandilar. Akalar, sizlar ketaverasizlar bexijolat. Mana shu tog'amiz o'zlarida. Salomatlikda ko'rishguncha biz xudo xolasa boshladik. Aka bo'ldimi? Qanchaga bo'ldi? 18 ga bolachasi bu qancha? Yo'qonojimmi? Moda 17 ga bo'ldi. Uzr akaman. 17. Necha litrsga beriladi? 5 ta beradi. Bo'ldi, tamam. Keyingisi ruddari joyidan nasib etsa. Aha, yotdi-ku. Ha, hozir bir minut. Yotdi-ku. Egizakmi nima balo bu? Ha. Seriyozmi? Voy, egizakmi rostdan aka? Ona bacha egizak. Bu qancha bo'ldi bu? Ha? 35. Akalar ikkita. Bolachasi buqqami, xunojimmi? Ikkovi ham buqqacha. Akalar mana buqqa so'raganlar uchun 35 million so'm aytilibdi. Necha sutga? 7 litr. Ha? 7 litr sutga. Nechinchi qoringa ekan bu? Birinchi qoringa egizak. Barakasini bersin. Agarda birinchi qorin bo'lsa, birinchi qorin. Ha? Birinchi qoringa. 35 million so'm aytilibdi akalar. Kelishadigan joy bormi? Qancha bo'lsa telefon qilsinlar? Baravar bo'lsa telefon qilsinlarmi? Yo'q, 32 savdo bo'lib. Nomer ayting. 93lik. 93lik. 625 625 81 11. 81 11. Akalar. Birinchi qoringa ikkita buqachasi bor. 7 litr sutga. Bexijolat kelaverasizlar. Akalar 35 deyaptilar, 32 bo'lsa beraman savdo bo'ladi deydilar. Keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizimiz aka, charchamasdan. Molcha, birinchi qorin. Javob o'z birinchi qorin ma'lum. Bolachasi qancha qonojincha? Bolachasi qonojincha. Birinchi qoringa. Nechta so'q ko'rdingizmi? Aka 15 ta so'g'ar onasini. 15 ta. Onasi hayinni beradi-da. Bu dalamiz so'g'ib. Eng qiziq joyi qancha bo'ldi? Aka 19 savdo bo'libdi. 23 bekor, 21 kelish. 23 berolmaylar kishi. 21 kelish. 21 ga ham pullar yo'qroq. Kelishdan kelaylik. 19 ga o'tirib turibdi. O'tib bering deylar. 19 da o'tib bersangiz oladilar. 21 kelish. Yo'q, 19 da o'tib bersangiz oladilar. Ha, xalq nima dedingizlar? 19 da o'tib bersinlar. Aka buni o'qimang. Aka so'raysiz, 19 bersin. Aka men 21 kelish. Akalar mana. Aka o'zlari. 19 ga bera olmayman, jonim. 19 bersa oladilar. Aka 21 kelishamiz akajon. Qo'yil ushlang. Aka bera olmayman. Aka 19 bersa oladilar. 23 dedim, 22 dedim. 19 bersangiz aka chek puli, motion puli gap eshitding. Chek puli, motion puli kerak emas. Bu haptak jigardan bo'lgan, burchagidan bo'lganda bir dunyoda bo'lgan eng issiz yo'qolib ketadigan bir harom narsa o'zi pul. Lekin bu hozirgi kunda hayotda kerak bo'libdi. 19 million pullar bu, bersangiz bering. 21 kelishtirib beramiz aka. Qancha bersa berasiz? 21 kelishamiz aka. Buyurіңіз. Akalar 19 million bo'libdi, bermayaptilar. Ana qattiq ham qo'pol bo'lsa ham 21 deb turibdilar. Kelishtirib bering. 21 dedim. 20 ning qarash sinadimi tiliga? Ha, boring 500 ming o'taman, hurmatingiz borani. Nomer aytamiz. 93lik. 93lik. 475. Aha. 3307. Akalar 19 million savdosi bo'ylar realni o'zimiz ham qo'shilib bermayapti. Aytdim, 21 deb o'tib beraman, chek pulni o'tib beraman dedi. 500 ming o'tdilar, 20 million 500 ming. Keling, qani hurmatingiz bor, 21 bekor. Kelishyapsizlar. O'tib berdim. Kelishaverasizlar, akalar telefon qilaverasiz. Mo'lcha tetik lekin. Ana orqasi. Orqa holatini ham bitta olaylik. Mana akalar mana. Kelinlar, kelin. Mo'lcha. Qanaqa unchaga ham bu. Gapda. 19 ga bersam, bu ham qarador. Lekin ga sigirimiz o'tamiz aka. Aka bu o'zmi bu? Bu o'z akammi? Cho'yga qo'yilgan ekan, papa pros. Ha, papa pros. Qancha bo'lyapti endi? Eng qiziq joyi.
15 yil olibdi, 3 oy bo'lgan bu qo'y. Bo'lgan deb 5 tursdan berar ekan. Nechinchi qoringa ekan? Bu ikki deysizmi? 2 tug'an, 3-chi. Ha, shuni ayting, o'sha biz shoxga qaraymiz-da shunaqa. Ha, 2 to'qqan bu 3-chi ekan, shuni ayting. Sirasi akalar. 15 deyaptilar. So'radingizmi? Mustafa so'radingizmi? Ha, so'q ko'ribdilar. 15 million aytdi. Bo'ylarga barakasini bersin. Keyingisiga. Akalar keyingisiga kiramiz. Salom. Ay, do'ylab kerakmi? Salom. Naqadar go'zal bo'lamdi. Bo'lcha. Assalomu alaykum. Joningiz sog'mi? Ay, biz YouTube kanalga ikkinchi marta chiqibdilar. Birinchi marta shifr urganda chiqqan lozim edi. Assalomu alaykum aka. Joningiz sog'mi? Baraka bo'libdi, xudo xolasa. Nechinchi qorin? Ustovo nechinchi qorin bu? 3-qoringa. Ha. 3-qoringa bolachasi bu qamoyjakmi? Buni bo'yjoq. Moda. Buni o'zincha. Endi akalar bizlarni bu xorosh yevadam endi o'yjakchani ko'p nima qilmaysiz, negativ kerak emas. 3-qoringa. Shoxi lekin bu indirish shoxida o'tdi o'zim. 3-qoringa. Nechta ustga berasiz? 5 ta olti. Ha, qancha beribdi? Baraka qancha beribdi? 15,5 so'm bo'libdi. 15,5 bo'libdi, 7,5 bering. Hamma go'shku, champur. Aka, ukishda bunaqa pullari yo'q. Yo'q bo'ladi bunaqa pullar. Yo'qda o'shani aytolman-ku. Kelishtirib bering. Uyolganlardan qittigina qo'shalar faqat. 17 bering dedim-ku. Joningiz sog' bo'lsin. Mayli aka. 17 dan 15 savdo bo'lib turibdi akalar. 17 deyaptilar. Pulchasi chiqarilgan. Mana sigirimiz. Ko'rib olaverasiz o'zlar. 3-qoringa. Akalar, keyingi sigirimizni o'tamiz. Nasib etsa. Bu qachonmi aka buni? Ko'taringqa. Tagi bu qacha? Tegab aytaymi? Tagi sichir qo'linganmi, avvalo boshqacha ekanmi? Yo'q. Tagi bu qacha? 3-qoringa deyaptilar aka. Yine holati yaxshi. Necha litr sutga aka bu? 8 taga beramiz. 8 taga. Realni. Assalomu alaykum. O'yinda beradi 8 taga. O'yinda beradi, 8 ga beradi. Mo'l holati juda go'zal, juda a'lo darajada. Bolachasi bu qacha. Bolachasi bu qacha. Aka buni qancha aytibsiz? 27 deyapmiz. 27. 27 balani bo'ladigan qilib gurung qilib bering. Endi bozorda kelishtirib beramiz. Mo'l qo'yish qanday? Mana chappa tarafda shu. Vashi bu-ku mo'lcha. Aka 1 kilo baliq bitta noni bilan chiroyli qilib. Qancha savdo ko'rdi? 23,5. Akalar 23,5 mo'lchani. Olib qo'yasizlar. Juda ham go'zal holatda. Juda ham go'zal holatda. Zo'r. Ana sigirimiz. Keyingi sigirlar. Bo'g'ozmi bular? O'z bilishamiz ochiq yurgan mollar. Ochiq yurgan, cho'ldan kelgan. Cho'ldan kelgan. Ya aniq emas lekin. Aniq emas. O'z bilgan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasa ham mumkin. Anamiz kichikroq varianti, unisi kattaroq varianti akalar. Ikkovi ham sigir qo'noqjon. Endi bunisi buqqa, uzr. Bunisi buqqa, ikkovi deyman. Bunisi endi qo'noqjon. Onasi. Uch o'z bo'lishi ham mumkin. Bular 10 bacha qancha bo'libdi? Yo, addenladdenmi? 28 deyapmiz. 10 bacha. Buqqasini o'zim men bir dunyo ko'raman. Qancha savdo ko'rdi aka bozorda? 25 million. Nomeri qo'yib ketamiz aka. Ayting nomeri. 88lik. 88lik 862 862 002. 002 akalar. Uyda bu. Akalar mana mo'lcha. Endi buqqasi o'z onasi bilan barobar. 25 million. Endi ichi bo'g'oz bo'lishi ham mumkin, chiqib bilmaydi. Mana shu holatda. Assalomu alaykum, tog'a. Qaysi savdosi bo'libdi? Bunimi? Savdosi bo'libdimi? Bolachasi? Xonojincha, bolachasi xonojincha. Nechinchi qoringa ekan tog'a? Yosh akam deyman. Mo'lcha yosh akam. Bitta narsa bor-da, bozorga kelasiz, 3-4. Faqat shu ko'p ham bo'laveradi-da ba'zilari. Bu 3 realni. Ayrimi 2 ta tug'gan desang ishonmaydi, qarri deydi. Shuna. 15 ta 7 ta tug'ib beradi bu. Shuna. 3-qoringa. Necha litr sutga tog'a bu? Necha litr sutga? 10 litr sutga. 10 litr sutga, barakasini bersin. Endi qancha narxlayapsiz? Sekin. Qancha narx beryapsiz tog'a buni? 25 so'rayapman. 25 so'm. Buni savdosi bo'libdi. Shuni savdosi bo'libdi. Nomer qo'yib ketamiz tog'a. Nomer nima qilyapsiz? Bu ham bu sizdanmi? 20 million akara so'ralibdi. 25 million so'ralibdi. Nomer qo'ysak zo'r bo'ladi, yaxshi mol bo'lsa. Mayli. Ha? 10 bacha. Qalay ekan jo'rasiz? 31 million 400. Mana bu 10 bachasi, mana bu 10. Chakalar 31 million 400 baraka bo'libdi mana.
Ona bacha. Barakasini bersin aka. Ona. Anda bu qancha ekan? Onasi ham? Bu qancha deyapsiz? Ben 2,5 ise beraman deydi aka. Nomer aytib ketaylik sirasi. 97lik. 853 70 bir akalar aloqa chiqib berasiz. Ben 2,5 beraman deydi. Assalomu. Assalom. Canım sağ ol. Assalomu alaykum aka. Yaxshisiz? Aka qancha o'tdi bu? 23 million aytibsiz. Bolachasi xonojim bu. Xonojimcha necha litr sutga? 10 litr sut beradi. 10 litr sut beradi. Bachasidan boshqa. Barakasini bersin. Ana. Aka o'ylaysizmi? Qanchaga baraka bo'ldi aka? Ha? 9,5 xonojimcha mana. Nasıl 23 aka? Qayersa biror narsa ayting. 23 million. Bozorda qancha savdo ko'rdi aka? 19 million savdo. O. Nomer qo'yib ketasizmi aka? Ayting. 94lik. 100 195 97 bo'ldi aka. Aloqa chiqarasiz aka. Bexijolat. Qancha buni o'zinchami? Bolachasi bu qancha? Onasi? Onasi Qizilalo. Qanchaga baraka bo'lganini ayting. 19 million so'mga. Nechinchi qoringa nechta sutga berdingiz? 8 taga berdik. O'nta beradi, 8 taga berdik. Ha, o'nta beradi 8 taga. Yildan baqat aka. Nechinchi qorin aka? Yosh akam deyman. 19 ga baraka bo'ldi. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Ketdi. Mana sigirlar aka. Hamma uchoyim sizdanmi aka? Bolachasi unisiniki? Uloji ikkalasi bu qancha aka? Xonojim. Bu nechinchi qoringa nechta sutga? 3-qo'rin hammasi ham aka. 3-qoringa hammasi. Buniki xonojim ha? Qaralavda. Bu qancha lekin bulan bo'lasi? Sut masalasi qanday? 7-8 litrdan beradi. 7 litrga garantiyasi bor. Ha, mana. 7-8 dan beradi deydi. Ana shuni. Endi qanchadan aqlayapmiz bularni? Birinchisi. 18 yarim. Ha. Bunisi. Ikkinchisi. 21 Bu qanchalik? Bunisi. Bu ham 21 kelishamiz. Kelishasiz. Nomer aytib ketamiz. Akalar, ya'ni mana doim aytib ketadigan akamizdan. Nomerlarni qo'yib ketarasizlar. Bir hafta sinov bilan qilib beradilar chiroyli. Borib ishlat, moli sotilib, olib, sinov qilib, keyin pulni bersangiz ham bo'ladi akaman. Ayting nomerni aka. 94lik. Aha. 86-88. Ana shu nomerlarga aloqa qilib berasizlar. Hurmatli akalar, tanjonlar sog' bo'lsin, eson-omonlikda, yaxshi kunlarda ko'rishguncha uzoq safardagilar sog'-salomatgina oila bag'riga kelish nasib aylasin. Sizlar bilan Ustom Qurdim bo'ldi. Agarda videolarni yoqqan bo'lsa, bittadan like urib qo'yasiz degan umiddamiz. Yoqmasa ham bosavering, jalq emas. Tanjonlar sog', sog'likda ko'rishguncha.